Aleykümselam, assalomu alaykum. Aleykümselam aka, yaxshimisiz? Rahmat Xudoga shukr, o'zi yaxshimisiz? Qayerdansiz, ismingiz nima? Aka Andijondanman, Qo'rontepadan. Andijon Qo'rontepadan. Kimdir ko'ryapti shekilli efirda. Aka shu yerdan bolalar bilet olib, hamma priyom efirni ko'rib o'tiradi hozir. Xo'sh, ismingiz nima? Ismim G'ayratjon aka. G'ayratjon, nechinchi yilsiz? 2001-yildan aka. 2001-yilsiz. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Hozir Podmoskvadaman. Biz stroyka sohasida ishlaymiz. Qayerda Podmoskva? Terpxo'da. Serpuxada. Qancha bo'ldi borganingizga? Bu yil kelganimga yanvar boshida kelgan. Yanvarda boshida kelgansiz. Nima edi endi oldinga qo'yilgan maqsad uka? Ya qo'yilgan maqsad shu. Hozir ozgina hayajon bor edi. 281 degandan keyin bilet ochganingizda KVni ko'rib qoldim, endi o'zimga yo'qotib qo'ydim aka. Gap yo'q. Kim tavsiya qilgan uka bu endi sizga? Shu aka, savcılıkta ishlab yurib shu yerda sheriklar bilan birga ishlaganlar shunaqa bolaga bilet olishadigan deb keldi. Yani bir oy oldin degan $10,000 yutib oldi. Shundan beri men o'ynab ko'rsam ekan shu ikkinchi bilet olishmadi. 281. Shu raqamingiz? Juda aka. Uka tabriklayman. Bugungi o'yinimizning glavniy sovg'asi Kvartira plus Gentrasiga nasib qildi. Quli bo'lsin. Allah razı olsun. Kvartirani o'zi ko'rdingizmi? Ha ko'rdim aka. Shu bo'shab qolgandan keyin Telegram kanallariga kirib sovrinlarni ko'rib, qanaqa sovrin bor ekan, qanaqa ekan. Bir o'zi niyat ketuvdimi? Shu kvartira menga chiqib qolsa-ya degan narsa o'tdimi ichingizdan? Har bitta bilet olgan odam ichidan o'tishi kerak bu narsa. Gap yo'q. Uylanganmisiz? Yo'q, yo'q odam olasa. Ha, o'zimiz uylaymiz o'zi. Gap yo'q uka. Bo'pti endi efirni ko'rib turgan ekansiz, uncha qiziq ham bo'lmayapti, chunki o'sha hamma narsani ko'rib bo'libsiz. Bir o'zingiz yaxshi tilaylar bo'lsa gapiring. Hammaga omad tilaymiz. Bunaqasi bilmadim, endi birinchi marta bo'lyapman. Gap yo'q. Qachon qaytasiz endi uka? Aytamiz endi xudo xolasa bilet olishgan bo'lsa kerak endi uyga samolyotga. Biznes klassga oling. Uka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biletni olasiz. Xudo xolasa uyga uching, sirazi. Andijonni qayerdan? To'liq aytib yuboring-da, juda ko'pchilik so'rayapti Qo'rontepaning qayerdan ekan deb. Andijon viloyati Qo'rontepa tumani. Chimyon kafesi istiqomatiga bo'ladi aka, Xonobodga qayerdamiz? Xonobodliksiz. Xonobodga yaqin yerda, Qo'rontepa tumaniga qaraysiz. Ha, tushunarli. Ha, bo'ldi, bilganlar bo'lsa kerak. Mayli uka, tabriklaymiz. Mazza qilib yashab, shu uyda uylanib, xudo xolasa farzandlarni har bitta onasiga bittadan jaylab chiqasiz endi. Allohga Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Gap yo'q, obunachilarga duo qilib, rahmat aytib o'tasiz endi mana. Bu tarixda bo'lmagan narsa o'zi ham. Tem bo'l yosh yigit ekansiz. Bu yog'iga ahlingizni ishlatsangiz, xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi umringiz oxirigacha. Allohga. Mayli uka, charchamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omadingiz bersin uka. Siz biletni olib haydang O'zbekistonga uka. 1 minutdan turishga haqqingiz ham yo'q.